imtihonga yangi qo'shilgan savol. Manimcha ham topolmasanglar kerak, fikrni ham qoldirib qo'yasizlar. Like bosib qo'yinglar, sizdan chiqmasin. E'tibor beringlar. Chorrahada transport vositasini o'tish navbatini ko'rsating deyapti. Avvalambor asosiy yo'lni kim turib topa olinglar. Bitta dona velosiped ekan asosiy yo'l. Qaranglar, velosiped asosiy yo'lni birinchi o'tyapti. Ali, mana 205 to'xtamasdan haydashni taqiqlangan belgini haligacha chorrahada qo'yilsa oxiri o'tadiganlik haligacha bor ekan. Esdan chiqaringlar u gapni. Bu belgi ham, yo'l bering belgisi ham ikkinchi darajali yo'lga qo'yiladi. Chorrahada bo'lyaptimi? Ikkinchi darajali yo'l bo'ladi, kelayapti. Demak, bunda faqat xohlasangiz xohlamasangiz to'xtab o'tasiz. Bunda hech kim yo'q bo'lsa o'tib turasiz. Demak, chap tomonga burilayotgan bilan qarama-qarshidan kelayotgan transportlarni yo'llari kesishyaptimi? Huquqqa tengmi? Bo'ldi. Chap tomonga burilayotgan qarama-qarshi o'tkazib olish kerak. O'tadi, bu oq ikkinchi o'tadi, qizil avtomobil uchinchi o'tib ketadi. Tushundinglarmi? Demak, velosiped bir, oq ikkinchi, mana uchinchi o'tib ketar ekan. Tanish bir shayga ham jo'natib qo'yinglar. Salomat bo'linglar.